men bu uyda otamas qulman. Agar men o'lib ketsam yerda bilmayman, bular xor bo'lib o'ladi. Jonim dada. Jonim dada. O'g'lim? Dada! Boshna muborak bo'lsin. O'g'lim, Dada siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. nima qilayding tashvish qilib? Shuni ham og'am desa bir yillik olmish millionga. Unda bir yena bola ser og'angda bir bolasi yo'qcha uyga harna sut qotib qo'ymoq bo'lib turamidi deyman. Mayli. Dadamga yoqmadimi deyman. Orzular orzuligicha qolmaydi. Yurak darachib tursam bo'ldi. Gelishchan deb toza zo'r ish qildi-da, mana bagaj keng dasyer mashina ekan. Endi bedapirsa 100 ming desam ham ola. Dada? Tushunmadim. Geliki pris ortdingizmi dada? Yaxshim bir geli gapirsan, Nexia pesa apirgangda bilmaydim-a. Shulan geligingda ham oylaki aktor bor, hayda. Yo dada tushunmadingiz. Biratdan muradan mahsars nomerini topib beringlar. Dada nima qilasiz bu eski telefonda? Mana sizga iPhone olib keldim. Maza qilib ishlatasiz. Nima qilaydim tashvish qilib bolam? Bu ham 400-500 ming tursa kerak, ha? Buni berib zo'r ish qildi-da, buni endi xamirlamaydi-da. Dada nima qilyapsiz? iPhone bu. Ma, iPhone'imda, ma, ishda. Menga liging ham kerak emas, shu kichik telefonimni yaxshiga qaytaman. Ha, xo'p, dada, xo'p. Bu uyda hamma narsa ota qilish kerak. Bitta shu tug'maganim qoldi, bo'ldi. Bu uyda mana dada nima qilyapsiz? Nima qilay? Nima qilay? Mana ular o'nabit, tuyak o'nabit qo'lim tutib yuraymi, ha? Ha, mana lalaku bor-ku dada. Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlab chiqarilgan. Namlikda ham o'tkazmaydi, allergiya chaqirmaydi. Eng zo'ri shu, bola ham maza qiladi. Menga lalakun zo'rligini hech aytma. Men toza yaxshi bilaman zo'rligini. Xo'pmi? Tushundim dada. Enamdan keyin ancha mijg'ob bo'lib qoldingiz. Sizga telefon gelik emas, sizga juft kerak ekan. Qo'shni marhabo xolaga nima deysiz? Qara ko'zingga turib. Chuqur odam, mayillarda ham cho'q, keyin atarib o'tamiz. Voy dada. Ha? Endi vaqt oshib ketdi. Marhabo xola yer choptiryapsizmi? Qo'y ketman. Bor, men, ol. Nima qilay bu yoshda yer chovdirmay?